Xudo xolasa bugun 28-fevral, ertadan bahor 1-mart keladi. Ekilganiga 18 kun bo'ldi. Endi kechki paytga faqat nomiga yoqilyapti, 10 gradusdan tushib ketmasligi uchun. Shuning uchun avji o'rtacha. Bu teplitsa bilan nay teplitsani ham ko'rsatamiz. Agar hammaga foydali video bo'lsa, narginimizda kichkinaroq yonishi qiyin bo'lyapti pechkani. Tutun ko'proq qo'lyapti, rivojlanish past. Hozir mana ular уже gullashga kelib qoldi. Xudo xolasa bodringlar ikkinchi suvni ichyapti. Endi bodring suv ko'p talab qiladi degani bilan biz yer zaxkashroq bo'lganiga suv unchalik qurish qiyin bo'lyapti. Bir tupiga o'rtacha 1,5 litrdan ketdi hozir. 1,5 tonnali suvni shu 900 ta 1000 ta atrofidagi ko'chatga machavina 1 tonnaga 5 kilodan qo'shib berdik. Ikkinchi marta berishimiz. O'tgan safar esa 3 kilo 4 kilo bergandik. Hozir yoniga, ko'chatning yoniga mana shunaqa joylariga bir qoshiqdan amafos solib chiqdik. Hammasiga 100 ml amafos 7 ta. Gradus hozir mana 25 gradus, 30 dan oshirganimiz yo'q. Soat 10-11 da уже 30 gradus ketyapti. Ikki tarafda polni portishkalar ochyapmiz. Hozir endi soat 3 bo'lgani uchun portishkalar bekitib qo'ydik. Kechqurungacha issiqlik 30-35 ga chiqsa ham soat 12-1larda где-то bir kunda 8 kilo 9 kilo atrofida ko'mir oqyapmiz. 10 kiloga bormaydi. 2000 dan bo'lsa u ham 15 ming 20 ming so'm rasxod bittasiga. Nargisi bilan 30 ming 40 ming rasxod bo'lyapti. Simlarni ham bugun tortishni boshladik. Hali tanaylashtirilgani yo'q. Ularni tashab qo'ysak, ungacha ularni tashab tayyor qilib qo'ysak 10-15 kunda xudo xolasa 2 olamiz. Nay tarafdan ham ko'rsataman, mana bu yerda bodringlar уже zo'r. Endi bo'limenli, normalniy xudo xolasa. Nari tarafni ko'rsataman, qandaydir kasallik bor. Menimcha o'sha tutundan bo'lsa kerak. Ko'rsataylik-chi. Bu tarafimiz qandaydir mana bodringlarida rivojlanish past. Pastki baylari mana bularda qiynalgan. Buni oralariga yangi ko'chat ekib chiqdim, o yangilari yaxshi bular. Shuning uchun qalin. Buni orasiga, eski ko'chatning orasiga yangidan ekib chiqdim. Chunki menga yoqqan yo'q. Mana qara rivojlanish past o'ta. Mana shunaqa, ko'pi shunaqa. 50% bodring shunaqa bu xonada. Mana ko'rganimizdan mana oqayotgan suvni ham bu xona yonishi o'ta tutun. Menimcha shu bodringlarni zaharlab qo'yapti. Polni yoqmasak endi iloji yo'q. Hozir kechqurun 3 gradus bo'lyapti. Hatto bu 10 dan pastga tushsa bodring stress bo'ladi. 5 gradusdan tushsa уже 10-15 orqaga qaytib ketadi. Agar 0 gradus bo'lsa endi hamma biladi sovuq uradi. Chunki 10 dan tushirganimiz yo'q. Mana bunaqa qora nima qo'yapti-da. Issiq bo'lgandan keyin qora. Qo'lib ketgan mana. Qo'lib ketgandan. Qarachi bo'lgan. Qop-qora. Endi buni biz o'ylayapmiz. Shu pechka bir xil, uzunligi bir xil. Xona kichkinalik hisobiga havo aylanishi pastroq bo'lgani uchun yonishi qiyin bo'lyapti shekilli. Biz o'ylashimiz bo'yicha. Bunda ham aslida bor. 30 gradus. Shuni oxiriga yetalmayapmiz lekin. Bodringlarning rivojlanishi pastroq bular. Mana. O'zingga gapirib qo'y. Bodringni ko'rsatdim. Bodringlarimiz mana bu ertaroq ekkanmiz bularni. Erta ekilgani bilan baribir o'zgarishi endi bo'lyapti.
Shu asosan bu tutunda zaharlanib qolyapti deb o'ylayapmiz. Hali yana ko'ramiz. Lekin yana bir o'sha tajribasini ko'ramiz. Bu hali sekinroq rivojlanayotganligi bilan baribir ertaroq qo'yganmiz, ertaroq ekkanmiz. Mana kuzatib boramiz, bu ertaroq meva hosilga berishlik kerak. Kichkina bo'lgan bilan gullashligi erta bo'lishlik kerak. Sababiki bu 3-4 kun ertaroq ekilgan bu ko'chatlar. Endi o'ziga kelyapti xolos. Agar dehqonlar bo'lsa ichimizda kimda qanaqa fikr bo'lsa yozib ketsalaring, kommentariyada ham ko'pchilik yangilar o'rganishadi. Biz ham bodring sohasida birinchi marta o'zimiz основной mana kanal nomidan agrozamin ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. Mayda ko'chatlar mana bu yerda hozir poloniyaning tomiri turibdi. Mana undirish olib qo'yganmiz yashillarda. Poloniya, pista, uzum chiqaramiz. Birinchi marta bu yoqqa qarang. Birinchi marta bodring eksperiment bo'lyapti. Xudo xolasa mana shu bodringlarni necha pul rasxod bo'ldi, necha pul qachon gulladi, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, ozginagina mana ikkita tiplisamizni dehqonchilikni ko'rsatib boramiz. Sog' bo'lasizlar.